Yo, bu App Center. O'qiysizmi, o'qimaysizmi? Muhimi, o'z hayotingizni o'zingiz boshqaring. Geodeziz haqida olingan videoni tagidagi kommentariyani qarang. Bu yerda hokim va hokim yordamchisi haqida gap ketgan. Hokim bo'lish uchun yoki hokim yordamchisi bo'lish uchun qayerda o'qish kerak? Nimalik o'qish kerak? Qaysi fakultet, qaysi universitet, narxi qancha? Shunaqa hamma savollarga javob bizning kanalimizda topishingiz mumkin. Hokim bo'lish uchun Государственное муниципальное управление fakultetida o'qib 5 yil tugatish kerak. Государственное муниципальное управление любой Россияны гуманитарный университетida bor. Ham zaochnisi, вечернisi, ochnisi, to'pi universitetlarda ham bor и arzon hamyonbop universitetlarda ham shu fakultet bor. Bu fakultet ko'proq kimlarga to'g'ri keladi? Aytaylik, yoshlar 30 dan o'tgan, biron joyda brigadir, prorab, boshqaruvchi, menejer, upravляющий, katta yuqori ishlarda ishlab, oddiy частный biznesda yurgan insonlarga to'g'ri keladi. Agar siz zaochni kirib yoki вечерний kirib, Государственное муниципальное управление fakultetini diplomini olsangiz, ishlagan joyingizda yana ham yuqoriga ko'tarilishga yoki boshqa davlat ishlariga, katta korporatsiyalarga kirishga imkon topasiz. Nafaqat Rossiyada, balki O'zbekistonda ham. Endi o'zingiz qarang, bu fakultet haqida men bilmasdim, prosta bir obunachimiz yozgan kommentariyaga javob berishga harakat qildim. Bu yerda fakultetlar, universitetlar va kasblar haqida kontent bo'ladi. Agar siz Moskva yoki Piter shaharlarida bo'lsangiz, ofislarimizda bo'ladigan master-klasslarga kelib, kasblar, sizga qiziqtirgan yo'nalishlar haqida ko'proq ma'lumotlar olishingiz mumkin. Bu ma'lumotlarni sizga bizni ofisdagi menejer bolalar, yigitlar konsultatsiya qilib berishadi. Yakshanba, shanba kunlari men o'zim master-klasslarda mana shu insonlarning savollariga javob beraman. Boshqa shahardagilarga esa mana Telegram, WhatsApp hammasi chiqdi, murojaat qilinglar. Sizlarga ham maksimal harakat qilamiz tushuntirib berishga. Rahmat. Yo, bu App Center. O'qiysizmi, o'qimaysizmi? Muhimi, o'z hayotingizni o'zingiz boshqaring.